Bugun men sizga 2026 yilda pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Siz qaysi guruhga mansubsiz va bu sizning pensiyangiz, qo'shimcha to'lovlaringiz, imtiyozlaringiz hamda hujjat topshirish tartibingizga qanday ta'sir qiladi? Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirish mumkin emas. Chunki ko'pchilik pensionerlar o'ziga tegishli pulni olmaydi, imtiyozdan foydalanmaydi yoki birgina noto'g'ri hujjat sabab oylar davomida ortiqcha ovora bo'ladi. Agar siz 65 yoshdan oshgan bo'lsangiz, ota-onangiz pensioner bo'lsa yoki oilangizda nafaqa oluvchi inson bo'lsa, bu video sizga bevosita tegishli. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men amaliy oddiy tilda va misollar bilan tushuntiraman. Avvallari ko'pchilik pensiya masalasida juda sodda qarardi. Yosh yetdi, hujjat topshirildi, pensiya tayinlandi, tamom. Lekin hozir vaziyat ancha o'zgargan. 2026 yilga kelib pensionerlarning holati bir xil emas. Kimdir faqat yoshga doir pensiya oladi, kimdir ishlashda davom etadi. Kimdir nogironlik guruhiga ega, kimdir boquvchisini yo'qotgan, kimdir esa kam ta'minlangan yoki yolg'iz yashovchi keksalar ro'yxatiga kirishi mumkin. Har bir holat bo'yicha pul miqdori, qo'shimcha to'lov, imtiyoz va tekshiruv tartibi farq qiladi. Men ko'p yillik tajribamda shuni ko'raman. Odamlar hamma pensioner bir xil deb o'ylaydi. Aslida esa pensiya tizimida eng katta xatolardan biri aynan shu. Masalan, 2 nafar 68 yoshli insonni olaylik. Birinchisi 35 yil mehnat stajiga ega, rasmiy ishlagan, maoshi yuqori bo'lgan, hozir ishlamaydi. Ikkinchisi esa umrining katta qismini norasmiy ishlagan, staji kam. Hozir ham mayda savdo yoki xizmat bilan shug'ullanadi. Ikkalasi ham 68 yoshda, lekin ularning pensiya hisoblanishi, qo'shimcha yordam olish imkoniyati, qayta hisob kitob qilish talabi mutlaqo boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun 2026 yilda pensionerlar shartli ravishda bir asosiy guruhga bo'linadi deb qarash juda qulay. Men bu guruhlarni sizga oddiy tilda tushuntiraman. Birinchi guruh oddiy yoshga doir pensiya oluvchilar. Ikkinchi guruh ishlayotgan pensionerlar. Uchinchi guruh nogironligi yoki sog'lig'i bo'yicha alohida maqomga ega pensionerlar. To'rtinchi guruh ijtimoiy himoyaga muhtoj yolg'iz, kam ta'minlangan yoki qo'shimcha yordamga ehtiyoji bor pensionerlar. Endi har birini batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi guruhga eng ko'p uchraydigan toifa kiradi. Bu guruhdagi insonlar belgilangan pensiya yoshi yetgan, kerakli mehnat stajiga ega bo'lgan va yoshga doir pensiya olayotgan fuqarolardir. Masalan, erkak kishi yoshi yetgan, ayol kishi yoshi yetgan, mehnat daftarchasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlari va boshqa hujjatlari asosida pensiya tayinlangan. Bu guruhdagi pensionerlar uchun eng muhim narsa esa pensiya hisob kitobining to'g'ri qilinganini tekshirish. Nega men aynan shuni ta'kidlayapman? Chunki juda ko'p hollarda odam pensiyaga chiqqan va davlat hisoblab berdi. Demak, to'g'ri deb o'ylaydi. Lekin amalda eski ish joylaridan ma'lumotlar to'liq kelmagan bo'lishi mumkin. Ayrim yillar stajga kiritilmagan bo'lishi mumkin. Ayollar uchun bola parvarishi davri noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Harbiy xizmat, dehqon xo'jaligi, kolxoz davri, korxona yopilib ketgan yillar alohida tekshiruv talab qilishi mumkin. Misol keltiraman. Tasavvur qiling, oltin yoshli opa 20 yil ishlaganman deb o'ylaydi. Pensiya tayinlanganda esa tizimda 23 yil ko'ringan. Farq 5 yil. Bu 5 yil oylik pensiyaga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Agar har oyda hatto 1,5 ming so'm farq bo'lsa ham, 1 yilda 1 million 800 ming so'm bo'ladi. 3 yilda esa 5 milliondan oshadi. Demak, mayli, shunaqa bo'lsa kerak deyish katta yo'qotishga olib keladi. Yana bir misol. 70 yoshli amaki zavodda 20 yil ishlagan, keyin fermer xo'jaligida yana 10 yil mehnat qilgan. Lekin fermer xo'jaligidagi badallar to'liq aks etmagan. Agar u hujjatlarni qayta tiklamasa, pensiya kamroq bo'lib qoladi. Bunday vaziyatda odam arxivga murojaat qilishi, eski ish joyidan ma'lumot olishi yoki mavjud hujjatlar asosida pensiya jamg'armasi bo'limiga ariza berishi kerak. Birinchi guruhdagi pensionerlar uchun yana bir muhim masala indeksatsiya va oshirishlar. Davlat pensiyalarini va ijtimoiy to'lovlarni vaqti bilan oshiradi. Lekin oshirish hamma uchun bir xil natija bermaydi. Kimning pensiyasi bazaviy miqdorga yaqin bo'lsa, oshish miqdori boshqacha seziladi. Kimning pensiyasi yuqoriroq bo'lsa, foizli oshirishdan ko'proq foyda ko'radi. Shuning uchun 2026 yilda siz faqat pensiya oshdimi deb emas, mening pensiyam to'g'ri bazadan oshirildimi deb ham so'rashingiz kerak. Bu guruhdagilar xavotir olish kerak bo'lgan holatlar.
staj kam ko'rsatilgan bo'lsa, eski ish joyi yopilgan bo'lsa, pensiya tayinlangandan keyin yangi hujjat topilgan bo'lsa, mehnat daftarchasida yozuvlar xato bo'lsa, familiya o'zgargan bo'lsa, ish haqi ma'lumotnomasi yo'q bo'lsa, xavotir olmasligi mumkin bo'lgan holat esa shuki, agar barcha yillar elektron tizimda to'g'ri ko'rinsa, pensiya varaqangizda hisob-kitob ochiq va aniq bo'lsa, sizga tegishli qo'shimcha to'lovlar ham avtomatik tushayotgan bo'lsa, unda faqat muntazam tekshirib turish kifoya. Ikkinchi guruh pensiya yoshiga yetgan, pensiya olayotgan, lekin ishlashda davom etayotgan fuqarolar. 2026 yilda aynan shu guruh eng ko'p savol beradi. Ishlasam pensiyam kamayadimi? Qayta hisob-kitob qilinadimi? Rasmiy ishlasam foydami yoki zarar? Soliq va badallar kelajakda pensiyaga ta'sir qiladimi? Kabi savollar juda ko'p. Men bu yerda asosiy fikrni aytaman. Rasmiy ishlashdan qo'rqmaslik kerak. Lekin o'z huquqingizni bilishingiz shart. Ishlayotgan pensionerning ahvoli oddiy pensionerdan farq qiladi. Chunki u pensiya olayotgani bilan birga mehnat daromadiga ham ega. Ba'zi to'lovlar yoki ijtimoiy yordamlar aynan daromadga qarab baholanishi mumkin. Ya'ni agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, kam ta'minlangan sifatida ayrim yordamlarni olishda daromadingiz inobatga olinadi. Lekin bu sizni pensiyadan mahrum qiladi degani emas. Misol uchun 6-7 yoshli erkak maktabda qorovul bo'lib ishlaydi va pensiya oladi. U rasmiy ishlayotgan bo'lsa, uning ish haqi tizimda ko'rinadi. Agar u keyinchalik qayta hisob-kitobga asos bo'ladigan davr va badallar bo'yicha ariza bersa, ayrim hollarda pensiya miqdorini tekshirtirish mumkin. Lekin u men ishlayapman, demak davlat pensiyamni olib qo'yadi deb qo'rqmasligi kerak. Bunday qo'rquv ko'pincha noto'g'ri mish-mishlardan kelib chiqadi. Yana bir vaziyat, 65 yoshli opa do'konda sotuvchi bo'lib ishlaydi, lekin norasmiy. Ish beruvchi siz baribir pensiya olasiz, rasmiylashtirish shart emas deydi. Bu opa uchun xavfli. Chunki norasmiy mehnat kelajakda hech qayerda ko'rinmaydi, mehnat huquqlari himoya qilinmaydi. Kasallik, mehnat nizosi yoki ish haqi bo'yicha muammo tug'ilsa, isbotlash qiyin bo'ladi. Pensioner bo'lsa ham, inson mehnat qilayotgan bo'lsa, mehnat shartnomasi, ish haqi, ish vaqti, xavfsizlik sharoiti aniq bo'lishi kerak. Ishlayotgan pensionerlar uchun eng katta nozik nuqta daromad mezonlari. Agar siz uy-joy kommunal kompensatsiyasi, ijtimoiy yordam, mahalla orqali ko'mak, dori-darmon bo'yicha yordam yoki boshqa imtiyozlarni so'rasangiz, oilaning jami daromadi tekshirilishi mumkin. Masalan, pensioner yolg'iz yashaydi va pensiyasi 20.200.000 so'm, lekin qo'shimcha 2 million so'm ish haqi oladi. Bunday holatda ayrim yordam turlarida haqiqatan muhtojlik darajasi boshqacha baholanadi. Agar boshqa pensioner esa yolg'iz yashasa, pensiyasi past bo'lsa, qo'shimcha daromadi bo'lmasa, u ijtimoiy yordamga ko'proq mos kelishi mumkin. Kim xavotir olish kerak? Rasmiy daromadi bor, lekin yordam uchun daromadim yo'q deb ariza berayotganlar. Bu keyinchalik ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarish talabiga olib kelishi mumkin. Yana ish beruvchi pensioner norasmiy ishlatayotgan bo'lsa, ish haqi kechiksa, mehnat shartnomasi bo'lmasa, darhol masalani hujjatlashtirish kerak. Kim xavotir olmasligi kerak? Rasmiy ishlayotgan, pensiyasi qonuniy tayinlangan, daromadini yashirmaydigan, barcha hujjatlari tartibda bo'lgan pensionerlar. 3-guruhga sog'lig'i bo'yicha alohida maqomga ega insonlar kiradi. Bu nogironlik pensiyasi oluvchilar, yoshga doir pensiyaga chiqqan bo'lsa ham, nogironlik guruhi bor fuqarolar, parvarishga muhtoj keksalar, urush yoki mehnat fronti bilan bog'liq alohida maqomga ega bo'lganlar, ayrim kasb kasalligi yoki mehnat jarohat sabab hujjatlari bor insonlar bo'lishi mumkin. Bu guruhda eng muhim masala faqat pensiya emas, balki qo'shimcha imtiyozlar. Ko'pchilik faqat oylik pensiya miqdorini ko'radi, lekin dori-darmon, reabilitatsiya vositalari, sanatoriy yo'llanmasi, protez ortopediya buyumlari, parvarish yordami, kommunal yoki transport imtiyozlari bor yo'qligini tekshirmaydi. Natijada inson o'z cho'ntagidan pul sarflaydi. Aslida esa u davlat yoki mahalliy dastur orqali yordam olishi mumkin bo'lgan. Masalan, 2 yoshli otaxon 2-guruh nogironligi bor. Qandli diabet va yurak kasalligi bilan hisobda turadi. U faqat pensiyasini oladi, lekin poliklinikada bepul yoki imtiyozli dori ro'yxati bo'yicha so'ramaydi. Har oy doriga 700.000 so'm sarflaydi. Agar u oilaviy shifokor, tuman tibbiyot birlashmasi va ijtimoiy himoya bo'limi orqali o'z ro'yxatini tekshirsa, xarajatning bir qismini kamaytirishi mumkin.
Bu ayniqsa 2026-yilda juda muhim. Chunki dori narxlari va tibbiy xizmat xarajatlari oila byudjetiga katta bosim qiladi. Yana bir misol. 19 yoshli ayolda tizza bo'g'imi muammosi bor. Yurishi qiyin. Lekin nogironlik guruhini rasmiylashtirmagan, u baribir foydasi yo'q deb yuradi. Aslida tibbiy ko'rik, funksional cheklovlar, doimiy davolanish hujjatlari asosida tibbiy ijtimoiy ekspertizaga yo'naltirish masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Men bu yerda hammaga albatta nogironlik olasiz demayman. Buni faqat mutaxassis komissiya hal qiladi. Lekin agar sog'liq holati haqiqatdan kundalik hayotga ta'sir qilayotgan bo'lsa, hujjat to'plash va tekshirtirish kerak. Bu guruhda nozik, muddatli va muddatsiz maqomlar, ayrim nogironlik guruhlari ma'lum muddatga beriladi va qayta ko'rik talab qilinadi. Agar pensioner qayta ko'rik sanasini o'tkazib yuborsa, ayrim to'lovlar vaqtincha to'xtashi yoki kechikishi mumkin. Ayniqsa farzandlari boshqa shaharda yashaydigan keksalar bu sanalarni unutib qo'yadi. Shuning uchun men doim maslahat beraman. Tibbiy hujjatlarning nusxasini alohida papkada saqlang. Qayta ko'rik sanasini telefonga yozib qo'ying. Farzandingiz yoki yaqin qarindoshingizga ham aytib qo'ying. Kim xavotir olishi kerak? Sog'lig'i yomonlashgan, lekin hujjat rasmiylashtirmaganlar. Nogironlik muddati tugash arafasida bo'lganlar. Bepul dori yoki reabilitatsiya huquqini tekshirmaganlar. Parvarishga muhtoj bo'lsa ham yolg'iz qolganlar. Kim xavotir olmasligi kerak? Tibbiy hujjatlari tartibda, komissiya xulosalari yangilangan, imtiyozlari ro'yxatga olingan va muntazam nazoratdan o'tib turganlar. 4-guruh eng sezgir guruh. Bu yerga yolg'iz yashovchi pensionerlar, farzandlari yordam bera olmaydigan keksalar, pensiyasi juda past bo'lganlar, nogironligi bo'lmasa ham kundalik hayotda qiynalayotganlar, uy-joy sharoiti og'ir bo'lganlar, oziq-ovqat, dori-darmon yoki kommunal to'lovlarni qoplashga qiynalayotganlar kiradi. Men amaliyotda ko'p ko'raman. Keksalar uyaladi. Mahallaga borsam, odamlar nima deydi? Yordam so'rash uyat. Farzandlarim bor, demak bermaydi deb o'ylaydi dedi. Lekin ijtimoiy yordam sharmandalik emas. Bu davlat tomonidan belgilangan himoya mexanizmi. Agar inson haqiqatan muhtoj bo'lsa, u murojaat qilishga haqli. Ayniqsa 65 yoshdan oshgan yolg'iz pensionerlar o'z holatini yashirmasligi kerak. Misol, 75 yoshli ona yolg'iz yashaydi, pensiyasi 1 million 100 ming so'm, kommunal to'lovlar qishda 4 ming so'mga chiqadi. Dori-darmonga 500 ming so'm ketadi. Qolgan pul oziq-ovqatga yetmaydi. U farzandim bor, lekin Rossiyada o'zi ham qiynaladi deydi. Bunday holatda mahalla, ijtimoiy himoya organlari, tibbiyot muassasasi orqali uning holati o'rganilishi mumkin. Unga bir martalik yordam, oziq-ovqat, dori-darmon, parvarish xizmati yoki boshqa ko'mak masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Yana bir misol. 8 yoshli otaxonning pensiyasi bor. Lekin u yurishga qiynaladi, hujjat topshirishga bora olmaydi. U yordam olmaydi, chunki o'zim borishim kerak deb o'ylaydi. Aslida ko'p hollarda yaqin qarindosh, ishonchli vakil, mahalla xodimi yoki ijtimoiy xodim orqali murojaat qilish yo'llari bor. Agar inson harakatlana olmasa, bu alohida qayd etilishi kerak. Kela olmaydi degan holat hujjatda aks etmasa, tizim buni bilmaydi. Bu guruhdagi eng katta xato daromad va yashash holatini noto'g'ri ko'rsatish. Masalan, pensioner yolg'iz yashaydi, lekin propiskada yana 3 kishi turadi. Amalda ular boshqa joyda yashaydi. Tizim esa ularni oila a'zosi deb ko'rishi mumkin. Natijada yordam rad etiladi. Bunday vaziyatda yashash holati bo'yicha dalolatnoma, mahalla ma'lumotnomasi, kommunal to'lovlar, qo'shnilar tasdig'i, amalda kim yashayotganini ko'rsatuvchi hujjatlar muhim bo'lishi mumkin. Yana bir nozik jihat. Farzandlari bor pensioner avtomatik ravishda yordamdan mahrum bo'lmaydi. Lekin farzandlarning daromadi, yordam berish imkoniyati. Pensioner bilan birga yashashi yoki yashamasligi haqiqiy parvarish holati o'rganilishi mumkin. Shuning uchun farzandim bor, bormayman demang. Avval holatingizni tushuntiring, hujjat topshiring, rasmiy javob oling. Endi men 2026 yilda pensionerlar eng ko'p adashadigan nozik joylarni tushuntiraman. Birinchi tuzoq og'zaki gapga ishonish. Qo'shnim aytdi, mahalladagi tanishim shunaqa dedi. Internetda ko'rdim degan gaplar pensiya masalasida yetarli emas. Har bir holat bo'yicha rasmiy ariza, rasmiy javob, hujjat va hisob-kitob bo'lishi kerak. Agar sizga rad javobi berilsa, og'zaki radni qabul qilmang. Yozma javob so'rang. Yozma javobsiz siz keyingi bosqichga shikoyat qila olmaysiz. Ikkinchi tuzoq hujjatlarning eski familiya yoki ism bilan yurishi.
Ayniqsa ayollarda nikohdan oldingi familiya, keyingi familiya. Pasport almashtirilgan davr mehnat daftarchasidagi yozuvlar mos kelmasligi mumkin. Birgina harf xatosi ham stajni tasdiqlashda muammo tug'diradi. Masalan, pasportda Karimova, mehnat daftarchasida Karimova deb yozilgan bo'lsa, bu oddiy xato ko'rinsa ham tizimda boshqa shaxslik chiqishi mumkin. Bunday hollarda arxiv ma'lumotnomasi, nikoh guvohnomasi, sud orqali faktni tasdiqlash kabi yo'llar kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi tuzoq pensiya tayinlangandan keyin qayta tekshirmaslik. Ko'pchilik bir marta pensiya oldimi shu bilan tugadi deb o'ylaydi. Aslida yangi hujjat topilsa, oldin hisobga olinmagan staj aniqlansa, ish haqi ma'lumotlar tiklansa, qayta hisob kitob masalasini ko'tarish mumkin. Bu har doim o'sha degani emas, lekin tekshirtirish huquqingiz bor. 4-tuzoq men ishlasam yordam olmayman yoki men yordam olsam pensiyam kamayadi degan qo'rquv. Har bir yordam turi alohida mezon bilan beriladi. Ba'zisi daromadga bog'liq, ba'zisi sog'liq holatiga bog'liq, ba'zisi yosh va yolg'izlik holatiga bog'liq. Shuning uchun hammasini bitta qoidaga solib bo'lmaydi. 5-tuzoq bank kartasi va ishonchnoma masalasi. Katta yoshdagi inson kartasini farzandiga berib qo'yadi, PIN kodni aytadi. Keyin pul qayerga ketganini bilmay qoladi. Men bunday holatlarni ko'p ko'rganman. Agar pensioner o'zi pulni boshqara olmasa, ishonchnoma, vakillik, parvarish masalalarini qonuniy tartibda hal qilish kerak. Oddiygina kartani olib yur deyish keyinchalik oilaviy nizo. Firibgarlik yoki tushunmovchilikka olib kelishi mumkin. Endi men sizga aniq harakat rejasini beraman. Birinchi qadam, o'zingiz qaysi guruhga kirishingizni aniqlang. Agar siz faqat yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, birinchi guruh. Agar pensiya bilan birga ishlayotgan bo'lsangiz, ikkinchi guruh. Agar nogironlik, og'ir kasallik, parvarish ehtiyoji, tibbiy maqom bo'lsa, uchinchi guruh. Agar yolg'iz, kam ta'minlangan, ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lsangiz, 4-guruh. Ba'zi odamlar bir vaqtning o'zida 2 guruhga ham tushishi mumkin. Masalan, yetimida yoshli inson ham ishlayotgan pensioner ham nogironlik maqomiga ega bo'lishi mumkin. Bunday holatda ikkala yo'nalish bo'yicha hujjatlar tekshiriladi. Ikkinchi qadam, hujjat papkasini tayyorlang. Papkada pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat, mehnat daftarchasi nusxasi, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv ma'lumotlari, nikoh yoki familiya o'zgarish hujjatlari, nogironlik bo'lsa komissiya xulosasi, tibbiy kartadan ko'chirmalar, dori-darmon retseptlari, kommunal to'lov kvitantsiyalari, bank rekvizitlari bo'lsin. Hujjatlar qanchalik tartibli bo'lsa, masalani hal qilish shunchalik oson bo'ladi. 3-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, pensiya hisob-kitobingizni tekshirishni so'rang. Arizada oddiy qilib yozish mumkin. Menga tayinlangan pensiya miqdori, hisobga olingan mehnat staji va ish haqi davrlari bo'yicha tushuntirish berishingizni hamda qayta tekshirib chiqishingizni so'rayman. Agar sizda yangi hujjat bo'lsa, ilova qilinayotgan hujjatlar asosida qayta hisob-kitob masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozing. 4-qadam, agar ijtimoiy yordam kerak bo'lsa, mahalla va ijtimoiy himoya organlariga murojaat qiling. Men yordamga muhtojman deyishning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Siz pensiya miqdori, yashash holati, xarajatlar, sog'liq holati, dori-darmon ehtiyoji, yolg'iz yashashingizni hujjat bilan ko'rsating. Agar propiskada boshqa odamlar bo'lsa, lekin ular amalda yashamasa, bu holatni alohida tushuntiring. 5-qadam, tibbiy holatingizni e'tiborsiz qoldirmang. Oilaviy shifokorga boring. Kasalliklaringiz bo'yicha rasmiy yozuvlar bo'lsin. Analizlar, tashxislar, shifoxona ko'chirmalari saqlansin. Agar kundalik hayotingiz cheklangan bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza masalasini so'rang. Shifokorga men yurishga qiynalaman. O'zim ovqat tayyorlay olmayman, doimiy dori ichaman. Ko'rishim yoki eshitishim pasaygan kabi real holatlarni aniq ayting. 6-qadam, hamma murojaatlarni yozma qiling. Ariza topshirsangiz, nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydiring yoki elektron tarzda yuborsangiz, tasdiqni saqlang. Telefon orqali aytilgan gap ertaga isbot bo'lmaydi. Yozma javob esa sizning huquqingizni himoya qiladi. 7-qadam, farzandlar yoki yaqinlar bilan ochiq gaplashing. Ko'p keksalar o'z pensiyasi, qarzi, kommunal to'lovi, dori xarajati haqida farzandlarga aytmaydi. Keyin muammo kattalashib ketadi. Agar siz 65 yoshdan oshgan bo'lsangiz, hech bo'lmaganda bitta ishonchli yaqin
inson hujjatlaringiz qayerda turishini, pensiya kartangiz qaysi bankda ekanini, shifokorlaringiz kimligini bilsin. Bu xavfsizlik uchun kerak. Bugun men sizga 2026 yilda pensionerlarni shartli 4 guruhga ajratib tushuntirdim. Oddiy yoshga doir pensiya oluvchilar, ishlayotgan pensionerlar, nogironligi yoki sog'lig'i bo'yicha alohida maqomga ega pensionerlar. Hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj yolg'iz yoki kam ta'minlangan pensionerlar. Eng muhim xulosa shuki, siz o'zingizni qaysi guruhga mansub ekaningizni bilsangiz, qaysi hujjatni tekshirish, qayerga murojaat qilish va qaysi imtiyozni so'rash kerakligini aniq tushunasiz. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq hujjatlaringizni ko'rib chiqing, pensiya hisob kitobingizni tekshirtiring. Sog'liq va ijtimoiy yordam bo'yicha huquqlaringizni so'rang. Keyin qilaman deyish pul yo'qotish, vaqt yo'qotish va asab yo'qotishga olib keladi. Izohlarda yozing. Siz qaysi guruhga kirasiz? Pensiyangiz bo'yicha eng katta muammo nimada? Staj, qayta hisob kitob ishlayotgan pensionerlik yoki ijtimoiy yordam bor masala savolingiz bormi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot pensioner insonning har oy oladigan daromadini va hayot sifatini yaxshilashi mumkin.